bajarilgan, to'g'ri bajarilgan hammasi. Buni qotirib olamiz yaxshilab. Mana qotirib oldik. Yaxshilab deganda kuch bilan qotirmash kerak. Chunki ichidagi salnik qisilib, rezina kesilib ketishi mumkin. Normal holatda qotirgan afzal. Demak, bu tarafini, mana bu tarafini, salnikli tarafini, mana salnigini qo'ydik. Mana bu joyga qotiramiz. Mana bu shlangning o'rniga. Shunda bu treyningimizdan ham suv filtr apparatga, ham odatiy holatda sovuq suv rakvinamizga ketaveradi. Videoni o'chirib qotirib olamiz. Demak, qotirib oldik do'stlar. Mana pastdagi kranimiz hali ham yopiq turibdi. Mana bu kran ochiq turibdi. Bu kranni hozircha yopib turamiz. Mana shu holatda tursa, yopiq holatda turadi. Va mana bu kranimizni ochamiz. Suv tomchilaydimi yoki tomchilamaydimi tekshiramiz. Buni yopgan holatda ochamiz. Agar bu ochiq holatda tursa, shlangdan suv toshib ketadi. Demak, buni ochib olamiz. Mana ochdik. Bu kranimiz yopiq turibdi, bunisi ochiq turibdi. Hech qanaqa suv tomchilagani yo'q. Hammasi yaxshi do'stlar. Juda oson qotirish. Suv tomchilamaydi, salniklari qisib qoladi o'zi. Suv oqadigan bo'lsa, kuch bilan yaxshilab qotiramiz. Keyingi qiladigan ishimiz kanalizatsiya shlangini o'rnatib olish bo'ladi do'stlar. Videoni o'chiramiz va kanalizatsiya shlangini birinchi tanlab ko'rsatay. Demak, bitta shlangni 3 ga bo'lib olgandik. Shu 3 tadan ikkinchisini olamiz. Mana ikkinchisi. Bittasini teng 2 ga bo'lgandik. Ya'ni 2 ta uzun smestitel, ya'ni kran qismiga qotiriladi buni. Bu yoqqa qo'yib qo'yamiz 2 ta uzunni. Mana buni kanalizatsiyaga, ya'ni chiqindi suv chiqadigan joyga o'rnatib olamiz. Chiqindi suv nima uchun kerak deganlar uchun, har qanday osmos filtrlari chiqindi suv chiqaradi. Sababi suvning tozasini sizga beradi, notozasini chiqindi suvga chiqarib yuboradi. Agar u chiqindi suv chiqarmaydigan filtr bo'ladigan bo'lsa, demak u suvni tozalamaydi, ichimlik suv qilib bermaydi do'stlar. Keyin ko'pchilik aytishadi, meni filtrimning nasosi yo'q deydi, osmos deydi. Lekin nasosi yo'q osmos filtrlari suvni nasosi bor osmosday tozalab bera olmaydi. Sababi osmos tizimida suvning tozalash uchun yuqori bosim kerak bo'ladi. Shuning uchun osmos filtrlarida yuqori bosimli nasos bo'lishi shart do'stlar. Mana bu shlangni kanalizatsiyaga o'rnatamiz. Chiqindi suvning o'rnatish, chiqindi shlangini eng oson o'rnatish yo'lini sizlarga ko'rsataman. Buning uchun mana bu shlangni uchini uchqur qilib kesib olamiz. Mana shu holatda mana uchqur yon taraflama kesdik. Hozir nimaga bunday kesganimni tushunib yetasizlar. Ikkinchi qiladigan ishimiz mana shunaqa yumaloq plus atvertka kerak bo'ladi bizga. Ya'ni atvertka bilan mana shu shlangni mana shu joydan teshamiz. Shlang kiradigan. Buni qanday teshamiz do'stlar? Buni ko'pchilik aytadi, menda drill bor, svirlar bilan teshsam bo'lmaydimi deydi. Yo'q. Svirlar bilan teshish yaxshi narsa emas. Bu plastik bo'lgani uchun uni sindirib qo'yishingiz mumkin. Buni eng yaxshi usuli eritib teshish bo'ladi. Ya'ni eritib teshganingizda shlang ham bunga yopishib mahkam holatda turadi. Eng yaxshi usuli shu do'stlar. Ham ko'pchilikda drill bo'lmasligi mumkin. Eng oson usuli hamma uyda topiladi mana shunaqa atvertka. Demak, buni gazga yaxshilab qizdirib olamiz. Mana shu holatda 3 tarafini qizdiramiz. Demak, do'stlar, qizdirib oldik. Va mana shunday holatda mana juda oson. Shlangni qotirib olamiz. Demak, ikkinchi ishimizni ham bajarib oldik. Mana shlang juda yaxshi mahkamlandi. Chiqib ketmaydi, tortsangiz ham chiqib ketmaydi. Chunki bu eritib qizdirib yopishtirganimiz uchun shlang ham mahkam bo'lib qoldi. Shlangimiz mana shuncha kirgan ichkariga. Shuncha kirsa ham